Yuragingiz tez urib, ba'zida sustlashib, havo yetishmaganday holat kuzatiladimi? Ko'krak qafasi va tomoqda qisilib, nafas ololmayapsizmi? Kuchli terlash va vujudingizda titrash, qaltirash holatlari kuzatilyaptimi? Bu qalqonsimon bezning gormonlari o'zgarishi natijasida triiodtiranin va tiroksin gormonini ishlab chiqaradi. Bu gormonlar qonda ko'payib ketishi natijasida organizmni sport rejimiga o'tkazadi. Yurak urishi tezlashadi, sababsiz ozib ketish, qaltirash, qo'l oyoqlarda titrash holatlari, nafas olish qiyinlashishi, ko'p asabiylik, uyqusizlik kabi holatlar kuzatiladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shu holat kuzatilayotgan bo'lsa, men bilan bog'laning. Videoni esa yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Like, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang.